Вот сюда загоняй. Вольвешник сюда ставь. Qisqasi hozir bor ekan mashinamiz shu. Ha? Katta ekan 011. Egasi injiq. Ha, juda injiqlar. Azil huzurli nima qilamiz? Kamaytiramiz emas. Yig'ishtiramiz. Mana savdolashmoqchi kerak. Lada Sedan, baklajan. Lada Sedan. Kraska ham radmi? Kraska ham radmi. Motor nechi 01mi? Motor 01. Hammasi radmi domani. Poygada qatnashadigan mashinalar bor-ku. Yo'q. O'shani ishlatadi. Вот это вот спортивная машина. Ana O'shancha qaraganda qizilga bo'yab qolgan bular. O'zini netgan. shatulla kaltalanganmi shunda? Hech bo'lma kaltalangan. Yana mashina sizniki, amaki hozir biza birga bir narsa deb qo'ysangiz Hech xafagarchilik. Ya, endi baribir. Ayting, sizdan keyin biz to'g'ri kelganini aytamiz. Sizga bu baribir tushunishimcha qanaqadir qadrli narsa-da. 500 berasizlarmi? Yo'q. To'y xayolimiz 300 edi. Eslang, xafa bo'lmang. 400 ga so'zsiz olib ketamiz. На заре голоса зовут меня. Кунг-фу панда. На заре небеса зовут меня. Nima qilasiz aka? Bu nima bu? Bu kislota. Bormi? Kislota. Nima bu? Bormi? Nima kerak bu? Paxta. Dodami davridagi paxta-yu bu. Yilini ko'raylik. 82. Qani? Da, 82. Dodami davridagi. Nima bu? Amyak. Amyak. Mana bu Ben şaptırı bilmeyin. adam bilan teng ekan yoshi. Ana bintçi, ana bint mi nima bu? Bint. 3-chi yillik bu. Qani tegirimda qilingchi, datasini ko'ramiz. 93-yil. Изготовление. Ha, 93. Mana katta ekan. nega mamnunga qo'yman. Nima qilsin? Paxtaga ham. 82. Paxtadan ekan o'sha buniki. Amber bana. Adam bilan teng ekan yoshi. Qadringizni bilmagan insonlar uchun kurashmang. Ularni o'zlari loyiq bo'lgan insonlarga topshiring va aslo orqangizga qaramang. Minus yetmaydik. Yetmaydi, akkumulyator 4 tane katta. Akkumulyatorda воздушный filtr ustiga qo'y. Siradimi? Ko'taradimi? Nima ko'tardi? Ko'taradi. Birinchi Azar qilasan hozir. Ustiga tegmasligi. Tamam, resmi so'radi. Uchinchi bildirib ol. Yoki minus 2 tomonni bildirdi. Asabiylashmaymiz aka. Yo'q. Havoni qara, kayfiyatli. Nima qilyapti? Minus to'layapti. Bu uchun ham uladingmi? Ulangan bu uch. Lekin yaxshi. Voy! Teskari qo'ydingmi? Bilet. Mana bobo murod. Hozir nimani aytdim men? Aka adashadi odam. Adashmadi, bitta adashib uchib ketmagan. Darcha minus ushlab turish kerak ekan ustiga.
Ya minusga plyusga qiyinmi shuncha? Ha, aka adashtirganman-ku. Qo'yib tik beradi, ulamay turib. Belli mana. Nima javob beraman? Ha, minusga. Ha, minusga. To'xtaman, buni unayroq ushladi. Bu ushlab tur ekanman ikkovini ko'rib. Ikkovini ham ushlabdi. Yaxshi ushlasin-da, tekst zakon. Yomon yog'ordi bu yomg'ir. Bismillahirrohmanirrohim. Kalit qani? Arkada. Cho'p, kalit topki. O'zim xudo o'tdi. Ha. Ha, buni tagiga tosh qo'y. Ha, uzat qo'yingchi. Kabul qizyapti. Sal. Kaldimi? Ha. Böyle uzun. Tak, suyga. Tozalash kerak. Svechalar tozalash kerak. Yonmadimi hali ham usta? Geç. Hali ham yonmadimi usta? Baba. Tekrar. Travичка. Salon ichiga kirmayapti. Nima qo'yasiz endi? Svechalarni tozalab, qizdirib, Shishasi qayta qo'yapmiz. Kontaktlar tozalab. И обожглись. Нужно дотронуться еще раз, и ожога никогда не будет. Oğlayapmı? Nima deysiz aka? Ha, deysiz. Yana bitta qaytara olasizmi? Yarim. İsa вообще босоножкадагsan oldan uni oyog'ini. Ol. Yo, albatta havo normal edi aka. Bulut, bahor. Qayerga ketdi? Heil Hitler. Bale. Malay Mavlono. Bir zarbada bellarigacha. Yana bir zarbada Mana bu kitobda esa bellarigacha deyilgan. Qaysi biri to'g'ri? tomoqlarigacha tiqib yoribdilar desa, nima u senga qoziqmi deydingmi? Tramvay qurmaganmi? Hozir haydab chiqib kelsa bo'laram shunda. Qiz olsin. Qara sho'rqaloq bo'lasan. Men tushunmaysan gapni. Qoladi. Mana hozir bir hafta bo'ldimi mashina olganimizga? Bir haftadan beri buni nima qilishni ham bilmaymiz. O'zi tirik mashina ekan. Zavod bo'ldi, Olib kelishimiz bilan shunga mana sen gapir. Mana bu kun mana shu Abdushukurjonni mana shu to'y bilan bir ruhi shod bo'lib o'tiribdi. Mikrofon salmoq qulayligiga qaramasdan, takin biza buni o'zgacha ko'rinish berib, ozgina tuning qilib, ja ko'p emas, ozgina tuning qilib, hozirgi ko'rinishidan
farq qiladigan darajaga olib chiqmoqchimiz. Xudo xolasa. Asadxoniy nima deding bunaqa tuningni sen boyagi? Yaponskiy JDM. Baqiribroq. Nima? Yaponskiy JDM. Yaponskiy JDM degan tuning ekan. Yaponskiy JDM degan tuningdan qilib, xudo xolasa e'tiboringizga ko'rsatamiz. Men uchun yaponskiy JDM emas. Bu raskraska. Raskraska desa to'g'riroq bo'ladi. Raskraska. Endi qisqasi hozir ko'ramiz. Hali o'zgarish bo'ladimi yo'qmi? Ijobiy tomongami, salbiy tomongami baho berasiz. Demak, biz hozirgi birinchi jarayonni diskalarni bo'yashdan boshlaymiz. Keyin dalishi nima bo'lishini video davomida ko'rasizlar. Ketdik. Men bugun juda bir xursandman.お待ちどうさま喧騒まみれこの街の演奏玉たまま一度ついておいで世界中魅了するほどに豪華なジャパン一番ジャンプランさうちらの出番テリヤキボーイズ in the place to be 見せてやろうリナル VIP Many diamonds dangling Bag full of money we strangling Hate me, fry me, bake me, try me All the above cause you can't get in I don't want no problem Because me professional Make you shake your cats Thank you Haters take it personal Like a Canada type heads out nail drop on let's go knock my money let's go such kitchen also let's goぜひレギュラーラブから let's go 20個じゃない2個入学それまた100円 Nima bo'ldi bu hozir? Nima bo'ldi? Просто yangi krasik ko'rgan mashina yurgis keldi. Tuning. Aylam videoga olaver, bir joy turmasin. Mallamo jingalamo jingala mallamo jingalamo jingala mallamo jingalamo jingala mallamo jingalamo jingala mallamo jing jing duxtaraki jingalamo xush omadi Balonlar almashtirildi. G'azatellarsiz aka. Mehnat. Tirikchilik. Odamzod nechang norozi? Mush bola aka. Munosab mediga. Ichimga norozi odamzod. جستجو خوش آمده سر و قد و ابر کمان و غنچلر سفیدک Keyin. Asad. Hey yo, чисто таланецкий, высокий, холодильник, караоке, баллон широкий, прикид жестокий, уровень самый высокий, приставку стойкий. Спойлеры передний, задний, ближний, дальний, параллель хрустальный. Бактоля, бензинбор, настроение зор. Мотор типа такситор, Оля босс шпор. Видеомонитор, любой клипборд. Блатной одеколон, радиотелефон, ойнали бетон, йоу, супер салон. Gazini bosaman u changida ko'chani telefonini olaman u gap otib qizlarni ko'zingni yumib ochguncha yo'q bo'laman botdim mashinam rasman oladi yarima bir o'tdi hop de ayo bo'lmasa bo'pti mashinamgacha senga eshigim ochdim yomon bola emasman Mana shuni odam ekansiz o'zi. Bog'imda nastarim bor. Gullaydi har yil bahor. nastarim gulmaydi bunday gul bordir qayda bog'imda nastarim bor Yovuz kadr chiqadi, aytib aka. Kreska haqidana? Yo'q, ertaga tarqaydilik. Qadi keladi aka, aytib. Ishingiz kirdi.
Ben sen milyon marta aytdim. Asad ko'p bo'lyapsan deb. Nima bunaqa sani? O'sha joy bor aka. Yemayman ko'pman shunday. Ko'rsingiz yana. Qayerda teshik bor edimi? Teshik yopdingmi o'zi? Nima qilding? Kley bor, kley to'kilgan joy bor. Pintak bo'lmaganmi? Seryozni, erta qolsangiz benzin ham yo'q, shu joyni ko'rsataman sizga. Nastarin gül mayda, bunday gül bordur qayda. Bog'imda nastarin bor, gullaydi har yil bahor. O'zingizga qanday taxallus bergan bo'lar edingiz? Buyuk xattot Da Vinci. Leonardo DiCaprio. DiCaprio? DiCaprio. Imperator katta bugun nimadandir kayf qilyapti. За императора! За императора! Kiraskan hididan deb taxmin qilib turibman. Yaxshilik kelishimdir. Akiraskani san qilyapsan, uni men kayf qilaman. Yo'q ham bor. It's my world of fantasy. I'm living in my dream. You're my heart. Demak, hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rdinglar. Jiguli 011 mashinamizni olib kelgan zahot o'zi tirik mashina ekan, yoqib zavod qildik va buni shu holatda qoldirmaslik uchun nima qildikki? Tuning qilib ozgina sportlarni atmosfera berish uchun qo'limizdan kelgancha raskraska qilib, o'zimiz rushnoy mehnatga baho berasizlar. Like, podpiskalarni boshqa esdan chiqmasin, chunki bu bizning mehnatimizga berilgan baho deb hisoblaymiz. Xo'p, bizani homiylar bilan tanishtirib o'ting, qo'llab-quvvatlagan homiylar bilan. Har bitta unikalni mashina kashf qilinishida ko'maklashgan hamkorlarni ko'rsatib o'tiladi. Shu biz ham shu nimadan foydalanib, shu fursatdan foydalanib bizga ko'maklashgan hamkorlarni biz ham Krloda ko'rsatib o'tganmiz. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Paxta oil, kir sovun, Asadxoniy, Gumma, Ko'kcha va Damkrat brendlariga juda katta minnatdorchilik bildiramiz, chunki bizani shu garajimizda o'zlarini katta hissalarini qo'shdi mashina remont qilishimizda. Keyingi videolarimizda kutib qolinglar, xudo xolasa. Feruza akam bilan birgalikda keyingi proyektlarni davom ettiramiz va yana o'sha sizlarga beriladigan topshiriq, iltimos, qanaqa mashinani ko'rishni xohlardinglar, yozib ketinglar kommentariyada va qo'llab-quvvatlash esdan chiqmasin. Ko'pchilik like bosyapti, prosmotrlar yaxshi-yu, lekin podpiska bosmayapti. Podpiskani ting bosib qo'ying. Keyin buni GAI ruxsat beradimi, yo'q bunaqa yurishda? Shunaqa fikrlaringizni qoldirib ketsangizlar. Shunaqa. Endi esa mehnatga baho berasizlar. Ketdik. E'tiboringiz uchun rahmat.